qarasam, ichida ayollarning bo'yniga taqadigan nimasi bo'ladi-ku. Duru injulardan, qimmatbaho toshlardan yasalgan shu ayollarning bo'yniga taqadigan bezakli nimasi juda qimmat turar ekan. Keyin o'sha payt bozorda bu hamyonning egasini baqirib yurgani eshitildi. Kim meni hamyonimni topib oldi, topgan odamga 500 dinor beraman deb jar solayotgani eshitildi dedi. Keyin men Alloh rizqimni berdi shu yo'l bilan deb bordim boyagi odamning oldiga va sifatlarini so'radim. Hamyonning ichida nima bor edi, qanaqa edi deb batafsil so'radim. U odam ta'riflab aytdi. Haqiqatan ham ta'rifi bo'yicha o'sha mendagi hamyon unga tegishli edi. Keyin men unga hamyonni qaytarib berdim. U aytdi, "Mana suyunchi